Toshkentda veterinar shifokor itlarni shafqatsizlarcha o'ldirdi. Ma'lum bo'lishicha, hudud mas'ullari kasal va qarib qolgan itlarni davolash, burgalarga qarshi ishlov berish hamda zarurat tug'ilsa, og'riqsiz evtanaziya qilish uchun veterinar shifokor chaqirgan. Biroq chaqirtirgan veterinar insonparvarlik tamoyillari va qonun talablarini buzgan holda jonivorlarni shafqatsizlarcha o'ldirgan. Bloger Gonzo Koreys festivaldagi janjal oqibatidan 5 sutkaga qamaldi. U e'tirozlarga qaramay tadbir qatnashchilarini tasvirga olgan, keyin videoni ijtimoiy tarmoqlarga tarqatgan. Shotlandiyaning Edinburg shahridagi masjid yaqinida erkak bolta bilan odamlarga hujum qildi. Oqibatda 5 kishi jarohat oldi. Jabrlanganlarning bir qismi musulmonlar ekanligi qayd etilgan. Tergov jinoyat, ksenofobiya zamirida sodir etilgan degan versiya ko'rib chiqilmoqda. Yaponiyada muxlislar Tunis ustidan qozonilgan g'alabani afsonaviy Shibuya chorrahasida nishonladi. Bu safar ishqibozlarning harakatini politsiyachilar nazoratga olib turdi. Ular svetoforning qizil chirog'i yonganda olomonni yo'ldan ehtiyotkorlik bilan chetga chiqardi. Qrimda Ukraina dronlari hujumidan keyin aholiga yonilg'i sotish to'xtatildi. Qrimdagi Rossiya tomonidan tayinlangan hokimiyat organlari Ukrainaning yirik dron hujumidan so'ng aholi va tadbirkorlik subyektlariga yoqilg'i sotishni vaqtincha to'xtatdi. Yoqilg'i ta'minoti endilikda faqat hayotiy muhim va xavfsizlik xizmatlarini ko'rsatuvchi davlat idoralari uchun cheklangan miqdorda bajarilmoqda. Kunning qiziqarli va dolzarb mavzulari Qora xabarning ijtimoiy tarmoqlarida obuna bo'ling.